ajib qabriston. Qadimda bir qabriston mavjud edi xo'p ulkan. Kirgan kishi hayratdan yoqasin ushlar ekan. Chunki unda toshlarga berilmas ekan hech deb. Yozilgandi 1-2, nari borsa 3 yil deb. Duch kelardi nigohlar bunda ajib sirlarga. Juda oshib borganda 5 yillik umrlarga. Bir kun bu hol sirini anglay olmay bir qator shogirdlar ustozidan so'rab ko'rdilar takror. Buncha kam yashaganlar, go'daklarmi bu yerda? Ustoz o'ychan boqib bila ajib sabog'in berdi. Yozilmagan bu toshga insonning to'lgan umri. Bunda yozilgan faqat yaxshilik qilgan umri. Yurak-yurakka yetib bordi ustoz so'zlari. Keyingi vasiyatdan yoshga to'ldi ko'zlari. Men o'lsam derdi ustoz, tosh qo'ymang ziynatu zeb, qabrimga yozing faqat tug'ildi-yu o'ldi deb. Ezgulikla yashagan umrim mening nolga teng, shu bois tug'ilgan u darhol o'lgan edi deng. Bir shogird shunda nogoh javob topibdi tezda. Unda biz aniq o'lik tug'ilgan ekanmizda. Muallif Tojiddinov Abdusamad Abdulbosit o'g'li. Jonli ijroda Dilshoda Begim. Xulosa o'zingizdan.